Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va dehqonlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Semnis kompaniyasining Roja F1 pomidor gibridi ekilgan. Samarqand viloyatida pomidorning ekilish sanasi 10-avgustda ekilgan. Bugun 8-dekabr. Hozir pomidor qishki sezonga tayyor. Hozirgacha ikkita terim qilingan. Bitta terim bo'lgan bu yerda. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta yarusgacha olgan. Pomidorning o'rtacha vazni 250 gram tashkil qiladi. Bitta tubda 39 ta 40 ta pomidor bo'lsa agar o'rtacha 250 gramdan hisoblagan taqdirimizda bitta tubdan 8 kilogacha hosil olsa bo'ladi. Qishki sezonga tayyor roja. Buni asosan o'zi yozga tavsiya etiladi. Yozga barglari ko'p sababli quyoshdan o'zini yaxshi himoyalaydi. Ildiz sistemasi ham juda baquvvat. Mana hozir 1 2 3 4 5 6 7 8-yarusgacha olgan. Hozir bitta palakda nechta pomidor bor? Bitta ikkita uzilgan bu yerda. 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 ta pomidor 8 ta yarusda bor. Qishga eksangiz agar 85-90 kunda hosil tayyor bo'ladi. Agar yozda eksangiz 75-80 kunda hosil tayyor bo'ladi. Roja gibridimiz yer tanlamaydi. Plyonkalik parliklarda ham, oynaliklarda ham, shu yerlarga ham juda yaxshi moslashgan. Tomir kuchli bo'lganligi sababli uncha kasalligi ham chalinmaydi. Bir bo'yicha bizlarga ko'pgina savollar kelib tushgan. Ularga hammasiga javob berdik deb o'ylaymiz. Agar yana qandaydir ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yangi videolarga ko'rishguncha salomat bo'ling.